oltin don. Bu qanaqa bu mahsulot bu? Kepak deb 85 mingdan sotyapti, insofsiz. Insofini yeganlar. Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida. Kechadan olkin oldim, o'z tanishimdan. Bug'doyni kepak aka deb qasam ichib beryapti. Nega mana uni uyga olib kelib ko'rsam, mana bu sholini qipig'idan bo'lgan. Sholini qipig'i. Bunga bir dona bug'doy teginmagan ham, bug'doyga bir donasi qo'shilmagan. Bu pidarazlar sotyapti buni 85 mingdan. Mana musurdi. Mana musur deyiladi-da. Bu molga ham foyda qilmay, buni men hozir nurini ustiga to'kaman. Biagomisim bor. Biagomisi yeydi buni. Yeb shu biagomis ham yemasa kerak bu. Sholini paxolini mana tegirmondan o'tkazib, bug'doyni kepagi deb sotyapti. Xudodan ham qo'rqmaygan bular. Mana bu qaradi, mana bu. Sholini nimasi-ki, mana shu. Xudodan ham qo'rqmaydigan bo'lib ketdi bular. Hozir javob bermasang, keyin javob berasan shu 5 ming uchun. 5 ming uchun unday qattiqlik qilmang, yomon. Gunoh ish qilyapsizlar sizlar. Men molimga bermayman lekin mana. Sholini po'chog'iga mana bu guruchdi. Sholini samonini bug'doyni kepagi deb qasam ichib sotyapti mana. O'z tanishimdan oldim mana shu yerdan kasbidan. O'zicha tadbirkorman deb o'sha insofsizlar yerlarga buyurmasin mana shu. Men bir xalta bilan ishtimo bo'lmayman. 85 ming men to'kib tashlayman, lekin bu qayerdan chiqayotgan bo'lsa, bu arzon bo'lsa kerak bu narsa. Buni kelasi 500 ming ham qimmatli qiladi-da, molga foyda qilmaydigan. Buni tekshirayotganlar ham qolmadi hozir. Faqat bu noqonuniy tamaki mahsulotini, noqonuniy dori mahsulotlarini ushlab, nima qilyapti? Lekin mana bu shundan tekshiradigan odamlar yo'q endi.